Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 3 kunlik pomidorni ishlatib tayyorlanishini birga ko'rib chiqamiz. 3 kunlik pomidorimizni asosiy siri pomidorimizni rozi rangdagi pomidordan tanlashimiz kerak. O'shanda mazasi dim boshqacha, dim mazali bo'lib chiqadi. Pomidorlarimizni videoda ko'rsatilgandek o'rtasidan bo'lib, podnosga taxlab olamiz. Keyingi navbatda bizlarga qizil bolgarskiy, ko'k bolgarskiy kerak bo'lib olib, ularni videoda ko'rsatilgandek doğrab, alohida idishga solib olamiz. Keyingi navbatda bizlarga 2 bog' ukrop, 2 bog' kenza kerak bo'ladi. Ularni ham atamning kallasini yetib doğrab, ularni ham alohida idishga solib qo'yamiz. Men chesnokni chopperda chiqardim. Agar sizlarning uylaringizda chopper yo'q bo'lsa, chesnokimizni sirkdan chiqarsanglar ham bo'ladi. Odjini sevib iste'mol etadiganlar uchun odji bo'lishini videoda ko'rsatilgandek doğrab olib, alohida idishga solib qo'yamiz. 3 kunligimiz uchun bizlarga lavlaris, yenchilmagan qora borsh va shut kerak bo'ladi. Hamma mahsulotlarimizni doğrab taxlab bo'lganimizdan keyin 3 kunlikni bosib o'tamiz. Idishimizni olib, pomidorlarimizni videoda ko'rsatilgan ketma-ketlikda taxlab boramiz. Pomidorlarimizni taxlab bo'lgandan keyin zelenlarimizni, chesnoklarimizni, odji borsh bolgarsklarimizni ketma-ketlikda solamiz. Solib bo'lgan mahsulotlarimizni izidan qora borsh, lavlaris, shutni solib, izidan pomidorlarni yana videoda ko'rsatilgandek ketma-ketlikda taxlab ketamiz. Bizlarning 5 kilo pomidorimizdan 3 xato chiqdi. Hammasini bir xil etib videoda ko'rsatilgan taxladik. Endi esa 3 kunlik pomidorimizni asosiy qismina keldik. 4,5 litr sovuq suv, 300 gram tuz berib, suvimizni yaxshilab aralashtirib, tuzlarni yedirib olamiz. Tayyor bo'lgan suvimizni pomidorimiz ustiga chiqar-chiqmas solib, qopqog'ini yopib, 1 kun xona haroratida, 2 kun xolodilnikda saqlashimiz kerak bo'ladi. Oradan 3 kun o'tgandan keyin pomidorlarimizni ochib, bemalol dasturxonga tortishlaringiz mumkin. Sizlar ham 3 kunlik pomidor tayyorlajak bo'lsangiz, videoni saqlab qo'yib, yaqinlaringizga berib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.